Cinemedia. Voy tavba. Ba'zan birgina Kriziyam qarash butun bir oilaning ichiga yillar davomida yashirib kelingan haqiqatni solib yuboradi. Bu qism aynan shunday boshlandi. Hech kim ochiq aytmayapti, lekin hammada bitta qo'rquv bor. Kimdir endi o'zini tiya olmaydi, kimdir esa endi ortga qayta olmaydi. Eng dahshatlisi shundaki, bu yerda urush baland ovoz bilan emas, sokin gaplar, yarimta ishoralar, o'z vaqtida berilmagan javoblar bilan ketmoqda. Tashqaridan qaraganda hamma joyda, lekin ichkarida har bir yurak o'zicha yorilib bo'lgan. Bu qismning eng og'ir tomoni shundaki, u bizga ochiq mojaroni emas, ichdan kemirayotgan hissiyotlarni ko'rsatdi. Daryo atrofida paydo bo'lgan sovuq havoni sezmaslikning iloji yo'q. Go'zalning rashki shunchaki ayollik injiqligi emas, bu ayol sezgisi. U ko'z bilan aytilgan gapni eshitdi, sukut bilan berilgan mehrni payqadi va eng muhimi, erning ichida allaqachon o'zi uchun xavf tug'dirayotgan bir o'zgarish boshlanganini his qildi. Erkak ba'zan o'zini oqlash uchun mingta dalil topadi, lekin yurakdagi siljishni yashira olmaydi. Go'zal aynan o'sha siljishni ko'rdi. Daryo haqida gap ketganda nafasning o'zgarishi, himoya qilishga shoshilish, o'tmishni bahona qilib yaqinlikka yo'l ochish, bularning bari Go'zal uchun tasodif emas. U ko'p yillar davomida erining yonida yurgan, uning har bir harakatini, har bir ohangini yod bilgan ayol edi. Shuning uchun Daryo xonaga kirishi bilan erning yelkasidagi taranglik, ovozdagi iliqlikning bir zumda o'zgarishi, bularning bari uning ichida nimadir noto'g'ri ekanligini signal qildi. Va bu yerda eng muhim detal shuki, Go'zal hali janjal qilmayapti, u chegarani chizayapti. Bir stol atrofida o'tirmaslik haqidagi talabi aslida oddiy shart emas. Bu urush e'lonining birinchi jumlasi. Ayol ich-ichidan men ko'ryapman deb turibdi. U hali baqirmaydi, hali idishlarni sindirmaydi, lekin uning jimligi har qanday qichqiriqdan ham balandroq eshitilmoqda. Chunki u o'zini himoya qilish uchun emas, butun hayotini qurgan uyning poydevori siljiganini sezib, endi o'z qoidalarini o'rnatishga tayyorlanmoqda. Daryoning o'zi esa bu qismda eng murakkab obrazlardan biriga aylandi. U qurbonmi, sababchimi yoki boshqalarning yarasiga tushib qolgan bechora ayolmi? Hozircha aniq javob yo'q. Lekin bir narsa ayon, Daryo bor joyda eski rishtalar uyg'onmoqda. U beparvo ko'ringani bilan atrofida qanday to'lqin ko'tarilayotganini sezmay qoladigan ayol emas. Homiladorlikka oid nozik ishoralar, ayollarning bir-birini so'roq qilayotgandek kuzatishi, kimdir bir narsani yashirayaptimi degan gumon, bularning barchasi Daryo obrazini oddiy mehmon darajasidan chiqarib yubordi. Bu ayol hozir voqeaning markazida turibdi. Hatto o'zi buni xohlamasa ham. Eng kichik detal ham shuni ko'rsatdi. Uning yonida erkaklar haddan tashqari ehtiyotkor, ayollar esa haddan tashqari sergak bo'lib qolyapti. Daryo o'zi esa bu e'tiborni qanday qabul qilishni bilmay qolgan. U kelganidan beri qancha ko'z uni kuzatayotganini, qancha so'z uning uchun aytilayotganini sezadi. Lekin u bu yerdagi murakkab munosabatlarga aralashishni xohlamaydi. Chunki uning o'z hayotida ham hal qilinmagan masalalar yetarlicha. Shunga qaramay, taqdir uni shu uyga olib kelgan va endi u bu oila tarixining bir qismiga aylanib ulgurgan. Uning birgina borligi, uning birgina tabassumi, hatto sukuti ham boshqalar uchun ma'no kasb etmoqda. Va bu esa kelajakda katta to'qnashuvning aniq belgisi.